qarang, makushkam bor-ku. Hop. Ko'p yog'lanadi. Har kuni boshim yuvaman. Juda ko'p yog'lanadi. Mana aslida mana shu ko'p terlaydi. Seborrheic dermatit degan narsa bor. Seborrheic dermatitda bilamizki, erkaklarga xos tepakallik sohasi bor. Aynan tepa sohasi, tepakallik deyishimizga sabab tepa sohasi joylashgan. Aynan mana shu sohada yog' bezlarining funksiyasini oshib ketishini hisobiga bu yerda yog' ko'p ishlab chiqariladi. Bilamiz, yog'lanish tezlashishi o'z-o'zidan sochlar to'kilishiga olib keladi. Ya'ni oziqlanishi sekin bo'lib ketadi, oziqlanishi qiyinlashadi. Sochlar birinchi o'rinda uzunligini yo'qotadi, qalinligini yo'qotadi. Keyin sochingiz masalan boshida yaltirab turgan bo'lsa, jilolanib turgan bo'lsa, sekin-sekin xiralashib boshlaydi, mo'rtlashib boshlaydi, sinish boshlanadi, sekin-sekin ingichkalashish boshlanadi. Siz yana uyda doim ishlatadigan vositalarda nima bor? Nimasi bor? Kun fen ishlatadi. Fenda. Utyug. Undan tashqari yana nima ishlatasiz? Gafri. Gafrida. Gafri. Chunki qilib yurmasam, sochim ko'rib turibsiz-ku. Yo'q bo'lib qoladi. Da. Unaqa hadib emas, ko'cha-ko'cha chiqqan paytimda qildiraman.